yo'llar O'zim charchab talganda qadam Yülek buldu macip kollar Yaxşılarga bulur men derman Ecri bilen yaşadım aman Şanlık yıllar öte şamaldek tirişkanla Gülerken cahan Dostlarım var hoş aldırdılar İzlerim var şanlıktır yıllar Dostlarım var hoş aldırdılar İzlerim var şanlıktır yıllar Tayyorlig'ingiz bitdimi? Bitib qoldi. Elingizni o'ngshab. Bo'ldi. Balla saqlab qolganimiz pishiraymi? Ha, ma'qul. Sog' salomat berib keling, juma. Kech ko'rishlik. Ha, ma'qul. Diqqat qiling. Ma'qul. Ya Can. Ama ziyorat qilganda men uchimizni tilg'ab qo'yjima. Bekor ko'nglimiz yerim bo'lib qolmasin. Qiziq gap qildik ekan. Men sizlarni unutib qolaman seningcha? Adaş. Bu yanarcha qildigan ish topolmay hozir qasddan seni teriktirmay deb ishda qilyapti deyman adaş bu. Kuzaynak. Nima ishchimiz qildim bu? Agar meni vaqo qara, men ziyorat o'rlashtirgan bo'lsa, vahshiy hikoyalarim botdi. Tushundingmi? Yanar. Sen ziyorat qatnashma deb riyozat chekib qolma, yana hammadan qila oladigan ish emas bu. Yanar. Ya bo'lmasa senla qatnashamiz emas deb turay. Ashta qilsin. Ha? Manda sesiq gap qilmoqda menga. Ya vallahi beni zongli qilyapsizlar ya. Bo'ldi, Yanar, bo'ldi. Faqra, haydiya, bek saqlab ketdi ular. Haydigina Kuzaynak, mangdoq. Tushunotda, ha? Ziyoratimiz shunday yaxshi davomlashyapti. Sizdan yana so'rab baqsam, mushu qisqagina 5 yil ichida mushunchalar muvaffaqiyatga erishishingizda qanday kuch turtib bo'lgan mushaqt so'zlab beramsiz? O'tmish va hamkorlik. O'tmish, hamkorlik. To'g'ri. Texmo inchga so'zlab bergan bo'lsangiz. Encilleri men oliy maktabni bitirib yurtga qaytib ketdim. Aka, sen beni zanlıqlatamsan. Ben bu pulni bir qima o'ynab tutib oldim senden. Ulan men senden qazağalıqım ras. Aş balın bir oliy maktabda o'qitma deb ağan. Mening berman deganligim mi ras? Çoqum qaytarmay jinim balam xapama. Bir ayda bermedi dedim, 2 oy oldu. 2 oy bermedi dedim, 3 oy oldu. Edemma sen. Ölüp kelsen amanda bundan yaşıkça. Nima deyapsan? Ha? Balam. Vay, bek sekraysan qol sen. Yo'qlab ketding degina. Pullar yo'g'antib etdi-ku seni. Balam xapama, ma balı kichik. Deb tashla xapama. Men berma balam. Xapama. Sana deb qo'yay. Dada bola ishking, menga mushta qazda olib o'tib ketsan. Balam. Men 3 kun ichida yana kelaman. Pulni taqib qo'y. Bo'ladi balam. Balam. Biz qazigisi açığın yaman qilma. Bu ishlama erchilar. Buldovka, men sizning o'zingning akangning o'rniga adam, qanday maslahat olib qas davafkim. O'zingizdan bu xabar bor aka. Oliy maktab bitirib inib keldim. Hozir qadar bir ko'nglimdagidek bir ish qilolmadim. Shu bir xil yurkim siqilib, sizdan bir maslahat so'ray deb ish nadan boshlasam bo'ladi deb shu. Ukam, asli sen bilan mushto'g'irlik paranglashmoqchi edim. Lekin faqat fursat olmay qolib qoldi. Ko'nlarning bir gapi bor. Yolg'iz otning chini chiqmas, chini chiqsa-mo dingi chiqmas degan. Sen ishning beshini asli hamkorlik bilan boshlasang bo'ldi. Hamkorlik? Ukam, kim bilan qanday hamkorlashma? Ukam, seninki oliy maktabda o'qigan, birga o'qigan saboqdoshlaring bordi. Ashlar bilan hamkorlashmamsa, Ularga bor, lekin ularning
ko'pincha Urumchida. Shu men Urumchiga chiqsam bo'ladi. Urumchiga chiqay desam hozir Doniyor bilan dadam yolg'iz qolib qoladi. Ularni tashlab qo'yib chiqsam qamlashmas. Qara Jahan. Sen ishlaringni bir qor izg'i tushirib olib, igilikni tiklab bo'lib, ening yog'zi Doniyorni, Abduzkamilni Urumchiga ilib chiqsang bo'ladi-ku. Sen bunu qila olaysan, men sen ishingni af qil. Bak kaylaysan konu. Abi yakışmak yemeyse oğru erkeş kelime isan çın tutul. Obdan balam, obdan. Ahra kamak tuttum baba. Aldana oğru. Aldım balam, aldım. Kapılma. Dada bu Oldu balam, yapma. Öykü. Balam sen mi öykü? He, Mankara, öykü. Dur. kim o bu? Musa asker. Pul dedemni vurdu. Asker. Dur. Yanar. Yanar. Nima bo'ldi da sarang qoldim sat deganda. Menga shu qurmalik berib kelamiz. Uxladim mana. Baramsa mamamsa. Nima shu depemiz shu. Ya dur. Juda bo'ldimi? Biraz urush bo'ladimi? Kimki shu? Ha? To'xta. Nima bo'ldi? Şinjan Konu Tügmen Yemek İçmek Başkuruş Soda Çeklik Şirketi qarmaqidagi Qashqar Konu Tügmen taomlash şartisi, Qashqar shahrining Qodirlar santuriyasi, qadimki shahar moy qochilish punktining qarish tarafiga joylashgan bo'lib, jami 4 qavat. Ozoda muhit, a'lo mulozimat mujassamlangan tizamaxona, to'y maraka zali va katta bezalgan ayrimxona qatorliqlar birgalashtirilgan. Atiganlik nashta va tushlik kechlik g'azalanishingizni shundaqla har xil to'y maraka, cho'ng kichik yig'ilishlarning eng yaxshi tanlashi Qashqar Konu Tügmen taomlash şartisi. Oldu. Sakine. Kimisi? Musa! Musa diye kaysın? Kim o sen? Durmadan mamine. Sen kelsen ko. Abduzdan malısın. Adanın qaysi qaytoqin kelgan xush bo'lsa. Dadamdan qazirini aldırmay to'layman. Ben bugun seni qanchalik karamtonlikni buzgili keldim. Can. Mane, man qo'ypadigina. Ha? Ey! Canınız tutarken sağışmamsa. Manamsa!
Bu kadar çıktın mı? Yana. Ben Ürümçi gitişini oylaştım. Eğer ben buradan gidip birlikte tiklashni o'ylasam, tayyorlik. Siz haram kaldın can? Aynı vaqt maktabki vaqtimizda qolib qolsak unmaysa, endi ketimiz demsa. Gap qilyapti-ma. 3 oldum jumamış mijozingga. Can. Sen Ürümchiga bordimi deyli. Dadam bilan Doniyor qana qildi? Aqida qana qildi? Dadam bilan Doniyorni bir mezgil o'tgandan keyin, mening ishlarim yaxshi bo'lib ketgandan keyin Ürümchiga olib chiqdim. Endi aqidaga kelsak, unim yaxshi o'ylashib qo'ydim. Yaxshi bir taraf qilaman. O'ylashib qo'ydingsan. Sen o'ylashib qo'yding. Undan bizchi ikkimizni Ürümchiga bordim deyli. Nima yeymiz, nima ish qilamiz, nerda ishlaymiz? Amini o'ylashib qo'ygansan? Ey, nima jiq savol bu, ha? Men bilan bog'ing bormi, yo'qmi? Borsan tayyorlik qilib qo'y. Bo'lmasa mayli, juma. Bizga yaxshi to'lama. Tishliqni nega manda? Basa qo'yib kelay. Baqa. Balam. Yaxshiroq o'ylashib baqdingmi? O'ylashdim dada. Bir mezgil o'tgandan keyin sen bilan Doniyorni olib Ürümchiga ketdim. Nim dedi? Hey, men seni xizmatga o'rinlashtirma deb shuncha yo'lni mengib qara. Bir ekaga vaqtida sen yana Ürümchining gapini qilsana. Mening qishimda ishlasang, bir ma'mur xizmatmi chiqib qoladi. Meni ma'muriy xizmat qildirish faqat sening orzuying. O'zingning orzusini menga tangsan qanday bo'ldi? To'g'ri. Necha yildan beri oliy maktabni shuncha jafoda o'qitdim. Shuncha qarzlar bo'g'ilib ketdim. Uni obdan bilaman. Biroq dada, gap qilma. Sen oliy maktabni bitirib, o'sha kelgandan beri hozirgi pozitsiyada gap qilgan emassan buni. Esingda bo'lsin. Sen ish qilgan vaqtida shaxsiy hissiyotingni birinchi o'rin qo'ymay, aqlingni birinchi o'rin qo'y. Bulamda bo'lsa yiningda tursang bo'ladi bolam. Abzada yaxshi turdingizmi, salomat turdingizmi? Kela bilan kela. O'ychilar? Ay, bo'ldi, rahmat. Men Jahongir deydi hozirroq gap botdi, shunga kelgandim. Siz o'tirasiz. Ma'qul. Ikkimiz ayrim paramiz. Ha? Jaldi ketib qolasan, Ma'qul, ma'qul. Alsam Ürümchiga borib ekansiz, men boraman. Ondan ikkimiz birga ishlab, birga pul topamiz, ondan uy setib olamiz. Ondan baliq olamiz. Ondan siz biz bir oila kishilari baxtli yashaymiz. Mana bu mening orzuyim. Aqida. Bu gaplarni ig'iz demak bak oson. Biroq Ürümchig chiqqandan keyin sizni jafo tatib qo'yishingizni qat'iy xohlamayman. Mayli, siz uchun jafo tatsam, ikkimiz tang jafo tatsak men rozi. Sizga hargiz putlik asham bo'lmayman. Bu putlik asham degan gap emas. Balki to'salg'u, qalbimda to'salg'u bo'ldigan
xizmatlarga yaxshi qilgan olmaydi. Әміз қандай қылымыз? Bu gapingizga hozir men hech qanday javob beramayman. Mən neçə yıl oyoq sizni tushunmay deb o'ylab yuribdiman. Asl sizning xizmatlaringizga, turmushingizga men to'solg'u bo'lib ketganman-da. Sizni bunda deb o'ylab olibdiman, Jahon. Lan! Nima ish qilyapsan? Nima ish qilyapsan? Ha? Men nima qilganim? Sen mustaqil Urumchi ketmoqchiman. Ha? Biz aqida qanday qildi? Sen saram qoldingmi nima? Ha? Oqiz qanday qildi? Aqida bilan mening orzuyim birdek emas ekan. Aqida bilan men birga bo'lsam, oxir yaxshi chiqmaydi. Ey, sen bağı qara. Namert, tuzkur, vafasız eskisi! Yanar, başqalarga men tushunmasan, sen mi tushunmamsan? Ha? Men sana deb qo'yay. Orzuyimizga yetish uchun cho'qim voz kechishimiz kerak. Tushundingmi? Sen cho'qim pushaymon qilasan. Sen cho'qim pushaymon qilasan! Balam. Üzerine asırgı. Benim balam üzerine astıra. Kanda. Ha bana ekilme ya. Yaxşı. Dedim lan. Gendek kılcımaz. Gendek lan. Kanda. Yaxşı madaş. Yaxşı sen koy yaxşı. Yaxşı. Kandır arkadaş. Kepimge qılmagan gap. Qara aşıksın. Fakat özgermepsiz cuma 2 yıl şu. Qara biri kitap pırış, yana birisi xotun pırışlar. Çaqmoq qilish to'q valla. Naq gap kelsak. Mening ozroq planlarim bor. Planing ne qo'yapti adash? Mening planim bor. Kechda men bir so'ng uyushtiray. Adiq chiqirle. Adiq chiqirib bo'lganga qog'in ati deysakmi bo'laverdi kun uzoq adash.
Ekile adaş ananı. Bizim nağinisi. Ya demişsin bak adaş biz qaytib kelganmiz. Yataktan çıkma bek zerip ketdik deyman. Ağinama. Jürettik endi kılıcıma. Şudam can. Yanar. Sen uyan lan boş kılamda. Ma şehir biz nima dep keldik? İsonda barmı ya? Kilishdan burun bir munch gap qilgan men sana. Ma'qul deb yani kep lan men Esmetni ko'rib yani şu uyan. Ya unda emas hamma bek ulug' bo'lganligida jani bu. Ağinimiz ataytın adıqın çıqırım degendiki dep qaptı bemdi ya. Valla aval planını görle. Anındaki uyanını aldırma işkanı deyiş olmaz. Aval tamam. Endin kalam deydi aşva. Meylemez mi da gün uzak dursa. Özden kara emdi. We got money not to show, we just got money to blow. We gon' take another shot, maybe 1, 2, 3 or 4. We're always gonna speed, we'll never hit it slow. And we're never gonna sleep, cause the night is all we know. Bottles on ice, yeah we got this. Rory's in the back, yeah we bought this. Diddy to my left is my mistress. All you fellas know you wanna have this. Pockets so thick, yeah we got this. Heli top deck, yeah we bought this. Poppin' champagne at the mistress. Party all night, yeah we got this. Mesut kaldın mı burada? Yok adaş. Ya kapılma adaş hemen bek yok çıkış oldu. O biri nerede adaş? Ayakta. Makul rahmet. Oy ben kimlik ödüm? Adaş selamet tutum cem ağrına. Yaxşı tutum. Yaxşı cem adışıma. Yaxşı tutum da. Yaxşı. Ben yanar adaş. Tundum adaş tumuk yakıldı. Nimiş katsa bir yada? Oynab kıdaş oynab. O pek yuqab kettin o nimishlarni qilib shuryapsa? Yurtga ketgan yurtga. Keldim. Yurtdan. Ha, yurtga ketgan shuni ko'rmabman-da, seni nimish qilib shuryapti deyman taxir. Neymanda? O bilmaymandim. Mana shakil paranshaylam shaymandim. Bakre. Kopa. Kopa da aram gibi bırak kopa. Kopa saat mi bırak kopa. Güzel su var mı? Azra işim kodaş. Aram gibi yapalım. Ne? Adaş. Men kallam biraz kep qoldi deyna. Burun ovqatlarini qilatim sevmaz ya. Burunqida kesib qilmadim deyman. Lekin ochma chiqib qo'yaptimi? Qilatim dedi. Bamada. Bamadik. Voy istiradoshi. Hozir burunqidek narsalar qolmadi.
Lekin uningdan feyz narsalar bor. Nima aka? Tomakni o'xshatganda? Hozir ko'rsa, aldırmay topdir ha. Buchuq qara. Hozir o't bo'ladi. Menga muxrikkan qadek boya. Jimotda. Muxrikka bot. Bir putini chekivdim mana muxrikni. Jimotda, mabek feyzi deyman. Şunu yine. Mustamadır. Tutuştur ya. Toxta, tatqan vaxtında içingi bək küçəb tatmadıraq doğru bilməsəz mi? Bilmədiş ya. Bakalım. Hey. Ne buldun? Hey. Ayca, bakmadan kılık getirdi ya. Kandara. Peki inişi aldın, tikrak dur ya. İnişke hiç yanduğun gibi dur. Sokak su çakığına. Peki inişi aldın, tiştiren bir yol. Sen bak, gel sana capım bir. Hadi yakışma. Kapat mı yakıp otur. Beğenmişsen bak, gel sana capım bir. Ha kandara. Yaxşı gələk bana Ya. Bəgən toyğuz atdın oğul. Yaxşı mı hazır? Yaxşı. Hazır üstadıyım, arığımda tuluq kesib etdim. Oy pek ağır kekip. Feyzimi ki. Hazır çöp, hazır ot bulatqan nərsəm bu. Bütün taşıyorsan vallahi köndük. İştamada. Qanda? Sen bu özəldin çəkməydin, satıdın. Qızıq vatamsa. Qanda? Azıraq yolunu qıb berəyim, qıb baqamsa. Bu kiləkəmə qıb ketsəm. Vay can, eşinin bulmaydı. Qıb ketsəm. Ola mənim qıb hə? Maçumuş bütün çağızgilə yedidu. Ta bir ayınlıqçı. Qanda? Qanda buladaş. Heç qanda bulmaydı. Diqqət qıl. Bundan sonra mən çıxartdım. Peri, güzel peri. Ukam ma Ayperen'i boş de, hele ayağına kirip kaç çatak çıkırdı. Ayağın mı bildi o ne? Sen tık bilmemse? Vay ben sana okşaş kanda kızlarını görsem kaçıp düşmeyeyim fikrim deyim ha. Bak çiçeğin ançumucu yuyduğun sen. Juyme? 2 gündür bir ketim bosma yuyunduğun sen. Hey nem edigen dankan bu sual sorap jüreysiz sen. Benim demekçi boğuna bak ha. Ayperi markasındaki çaç yuyuş, beden yuyuş, yüz yuyuş, çoğunluğa ve küçüklerine maskıldığın çiş bastığı katarlık mesulatlarını demekçi. Ben siz bakalsa ya. Gündüzlük durmuşunuzdan Ayperi ayrılmasın. Şincan Ayperi son çekişir. Ulaş ben bandırmış var mı sen? Hı? Hı.
Ya nima qiliq bu? Muşdan moyun bir narsa ishilsin deb bersam xato ishlayapsan-ku buni. Qillan bormi yo'qmi sening? Boshliq bu mening xatoligim emas. Ha, bo'ldi qilayman bana kuzatmay. Mashqadan seni kim to'laydi endi? Qip-qizil ziyon bo'ldi-ku bu. Qanday qilib bor jannamda? Ko'rdingmi mana? Hozir ichkari chiqdigan o'xshaydi bu. Ben yo'qlar menga ichim siqmay. Acayip bir test geldi. Hak satma üzerine çıkmış da tükütüp olacağım o. Akşam gel sata aldın mı? Pek göre bana. Pulcu. Yakıvatı mı sana? Hadi, yakışmadı. Pul ne pul? Pul var, pulunu ben Azmet gibi kardeş, Azmet gibi. Azmet bulup kalmadı. Ya vay adaş ya, bulup kalmaydı adaş. Ya ben bildirip koyduk adamı, mektepten başlayıp bildirip koyduk adamı ben. Çıkıp kandalı olsun, Azmet'ine ihtiyat kıl. Manası, ha şehrimiz en nocu nası. Man elip sen de tügmen oturak rayının etrafına basan, iş kıştalla bazır ba. Aşağı 3-4 dal tutkuzu koyup, kağının şu etrafında oylansam, koldan çıkıp gitse. Makul adaş. Dikkat kıl lan. Makul. Ben bana adaş ya. Dikkat kıl. Dikkat kıl bana. Makul adaş ya. Makul lan bana. Makul hoş. Abak bağışlarının hammini ko'rdim. Şirket bilan bek tirkishib qoldi bu deganlar. Shularni qilgan shu munda. İşlemesin onda qilib. Bo'pti. Hech vaqasi yo'q. Gerçi Kenan'ı uylandıran tig'in olmasimi mana o'sha esil bir dostum var. Muzammel qilmagan ishlar. Atashim. Bak qayda. Men bu chiroyim bilan kimning oldiga borsam 100-200 mingni bemalol berdi aka. Lekin meni unda qilg'im yo'q. O'zimning aks tursangiz aka, men sizga demay kim deyim shundami ya? Akilayman aka. Buldu aka. Buldu. Ma'qul aka. Ras andikin o'simini oldin qitim sal to'lantib bering aka. Ma'qul aka, ma'qul. Ams kelishdi xamsa. Aqlan xabar saqlayman aka. Xo'sh. Manondan pulni oldi. Buni Qosimga berman. Endi buningga nima beraman? Ha? O'zing so'zlaydigan bo'lib Satan qo'ysin. Keling. Nima so'zlaydim shu seg'inib bo'lmamda, seg'inib. Spread your wings and fly, go!
Yaxshimsiz? Kim tuzdi mani? Ramila. Bu qatli bo'lmabdi. Bugun kech qanday kim tuzdi? Yaxshimsiz? Oldingi plan bilan hozir o'xshash. Men bugun kechki qanday kim bo'lsa o'zgartiraman. Jahan Ablas. To'g'ri. Tarjimalingizda astoydil ko'rib chiqdim. Bo'p qoldi. Bolam. Tanga yaxshimi? Yaxshi. Seni bir qizimni izlab kelgan bolam. Nerede o? Sana bir muallim 2. qavatda ders o'tayotidu. 2. qavatda. Mana bolam. Bujlama. O'sha qilamansiz. Ma'qul. Mana bolam. Seni bir kızı ya? Bu yıldızdaga. Balam. Buradan tudan balam çıkma. Laket topluğa. Ha balam. Şu hasta. Candar örümcek çıktı. Ama Daner olsa ötsel iş pişip kaldı o gay balam. Bu ili bade jüge şunu oynamış şekilde işlisi olandı ki de aldığın geldi. Bulaptı kelip işlis buldu. Daner öz işligis basla. Daner aldın mı? Sizden ikkilam savol so'rayman. Birinchisi, siz nima qilib bizning shirkatni tanlab qoldingiz? O'zimning va sizlarning orzusini amalga oshirish uchun. Ikkinchisi, maosh ta'minatingizni qancha qilib bersak rozi bo'lasiz? Ben sizlardan maaş alırken belki sizlerden tam menip şirketinin kelgüsü taraqqiyotini taqim parlaq qilgan ekandim. Ana bu xatirda men bütün planlarım imzolab. Bu barmoq tizigida PDF nusxasi bor. Xohlagan vaqtingizda telefon qilsanglar bo'ldi. Voy! Jahan apandi. Bak aka urmoqanda. Ha? Sening bu muomalang bilan biz hamkorlasha olamdik. Qani ko'ramiz. Telefonlarni saqlayman. Baqirdim bilan biz bir shirkatga bordik. Mening planlarim ularning kallasidan xayol o'tganda qildi. Balkim mablag' sep qilish mumkin. Shunlashqa agar shular mablag' sep qolsa, sizlar mening qishimga yaqin turmusanglar men o'zim o'z qilib bo'lmayman bu ishlarni. Agar mush turim mablag' seplam qolsa, bizning bundan keyingi ishlarimiz kattolab ketadi. Qarajon. Men shu yurtdan tortib san akshilik. Buni sen obdan bilsa. Bundan keyin shunday bo'ladi. Hozir men shu. Menda chataq yo'q. Menda texnik chataq yo'q adash. Men sening yaningda. Adash, qancha pul mablag' soldik-a? Mening bu turimga shu 1 milliondan 1,5 million bo'lsa yetib qoldi. 1 milliondan 1,5 milliongacha. Osmondagi g'ozdan sho'ribsiz nanchilab yemayli adash. Kimning yanchiqidan chiqadi adash 1 million pul hozir? Og'zingni bir yumasan. Sanki o'sha qizdiringlar bo'lsa bo'ldi. Kechgacha maktabda men sen nima aytasan tayyorga yalam. Ish qilimiz davosak demi so'zib o'zing gapib ketsa, ha? Sen qiz olib bo'lsan bulamda? Ha? Ya biz ish boshlaymiz deganki qo'llamamsa, qo'llagan kamiz borqa qara, chekinib chiqasan bo'ldi. Tushundingmi? Faqat qo'shilmasang, mayli. O'z yo'lingga mansang bo'ldi. Zo'rlamaymi-juma? Berib, ash qizdiring bilan bir yaxshi o'ynab. Adash, men boshqa yaqimida ham ikki tarafdan gaqib ketadigansizlar adash. Men o'zimni qarshini ko'z qarshini deb qo'ydim. Sen nima desan shu? Agishmayman.
Daniyor. Ne yaptın Mekke? Takıştı düşündün mü? Yok. Ana, al bunu sürt. Bo'libdi. Xizmatdan qil kunab qolgansan. Ana tazap. Balli bo'za qilmaganda sen ha? Ya, hammasi adash meni. Umaqtab. Adash. Yaxshi. Bo'libdi. Qanday qiyinchiliging bo'lib qolsa menga da. Men seni o'zingning akang. Jimafkon. Gul chiqib ketdi. Qutafkon. Ala. Men o'zingning akangning o'rniga kedamkon. Ala. Qanday qiyinchiliging bo'lsa menga da afkon. Jima? Men seni akang. Hozirdan boshlab ishdan tutsam bo'ldi afkon. Bak, ig'i ishni qilma, jima? Tamuqqanning vaqti deyapkon. Hadi ko'rishlar. Men qaytay. Jima? Bo'ldi, ma'qul. Başladın mı? Ağine. Maç tasdikletsa. Sağının buldu ya, bunda Halice kebap. Tama göre. Çıkınca? Ya. Neymiş oldu ya? Mana sen. Bek iskenci bana. Hey. Baş şəhərimizdə təkşürüş bək çanıyıb gedibdi deyinə. Şu mən maaşlardan kullanını üzür, Guangzhou kitayım ki yağıdım. Sen ben bilen birlik gitemse. Saram kaldın mı ya sen? Hem de iş başlasaksa kedim deysen ha. Ya nerede çanıp tuttum ya şöpü tamam da. Burun kadar yürkün kalmadı mı olamasın ha? Xudi kalmak ne arkadaş ya? Sen yesqılmağın oxşaysa. Onda azca bəkrak diqqət qıl. Kulağını mal tüyəb gəlsə, mən sən aldın qata apağın el qıya bağı, şeyə verib alımını zizan qıldı. Fakat iş yürütməyən ne sen? Ben bağı qıra. Qandaq qilishni obdan bilaman. Tushundingmi? Neymiş ki debdim eti xali buraya chaqirib kelsam. Burunqida yurgin qolmabdi adash. To'g'ri yurak. Ma'qul. Ballar, tayyorlab. Men chiqinglar. Sizlarga men shu yangidan kelgan xizmatdoshimizni tanishtirib qo'yaman. İsmi Jahon. Shu aqliy iqtidorliq mal zakaz qilish sistemasining ijodkori bo'ldi. O'zbek iqtidorliq. Rahmat. Siz degandek materiallar bilan odam kuchini men tayyor qilib qo'ydim. Qanday gap so'z bo'lsa, meni bevosita izlasangiz bo'ldi. Bundan keyin Jahonning gapini anglab, shu degan ko'rsatgan ish bo'yicha mansanglar bo'ldi. Mana sizin xizmat kinishkingiz. Amsa bir rag'batlantirganda. Qanday gap bo'lsa, meni izlasangiz bo'ldi, Jahon. Ma'qul.
Qız-yigitlar o'rtaq ishlatishga mos keladigan payzi atirlari va eg'iz chayqash suyuqligini ishlatib, o'zingizga rohatlik teping. Payzi. Kamal efendi, şirketinizning yangi turi tamomlandi. Endi men o'z ishlarimni qilaveray. Sizga rahmat Jahon. Siz az jafo chekmadingiz. Hozirroq ko'nglim. Sizga rahmat. İşleriniz o'ngishli bo'lsin. Payz shirkatimiz sizni har vaqt qarshi oldi. Ishki siz uchun. Akhirimiz mayliq hisobot qanaroq chiqibdi. Bu ayning hisoboti oldin qayib qaraganda ko'rinarli ish turibdi. Araz a ikkisini chaqasang, uzoq deydigan gap bordi. Ben chaqiray. Jazo. Tuzak gap qilasan deyman. Vallahi bu ishxonaga kirmamsizlar. Ma jazon chaqirib ketdi. Mayim gapi o'xshaydi jazondan. Qo'ydim deylar. Chaqchaqma. Voy. Ataman. Nim topshiriq qilib ekan. Loda, chaqirib qolsang bizni. Hozir o'zdan chaqamay, qo'l ostimdagilar chaqirdigina bizni. Qo'l ostidagi deb qo'y. Shirkatning ishlarimi hali bir yak berib qoldi hozir. Hali tartib kuchib bo'ldi. Shuningga endi men bir yutqib berib dadam bilan Danielni bir yo'qlab kelay deb o'yladim. Nima bo'ldi? Bir ish bo'lmaganda? Yo'q, boshqa ish yo'q. Uzun bo'ldi ya o'zim berib olamadim aldirashliqni qara. Shuningga bir berib dadam bilan Danielni yaxshi bir necha kun biqib bo'z yandirib kelmayapman. Onun ziyan azraq bir öteydigan o'zimning shaxsiy ishlari bor. Sen ham xabaring oylik chaqib azraq bir ishlar bo'lgan. Shu. U qarzlarni o'sha vaqtda yaxshi qaytarib bergandik-ku. Ammaqning bamiga emasmi? Shom u vaqtlarda bizning oyligimiz yo'qdi. Endi men oltinimiz yaxshi bo'lgan ekan. Shom qarzlarni bir tugitib, bir qaytib kelib o'yladim. Shuningga Faxri shirkat san qol demsa, bo'ldi, chatoq yo'q. Ma ishkanlar shu Faxriddinning gap so'zi gibi yaxshi moslashib shirkatdan chatoq chiqib qolsin-chi. Asirma ishonchli odam bo'lgandan keyin. Menga bilsangmi, bo'ladi endi bu shirkatni. Chaqchaq. Moshki paniza, bo'p sen juma yonar. Sen qiynal sal qiziqroq. Hamma ish sal egib bisig'liq bilan bir ish qilasan.
Tane. Tane. Qanday yaxshi turdingmi? Qara chochrang maylichi, bojo, nima bo'lib ketding? Dadam boshqa aras dadamchu dadam. Dadam katta. Bozor ketdimi? Dadam katta. Ne ketdi? Dadam katta. Dadam katta. Ne ketdi? Dadam katta. Men qariya menga. Dadam ne ketdi? Dadam. Ne ketdi? Abduzkam tugab ketdi. Mak. Bekkanal biladi bu bana. Biz dari sürüşte bek çim turgaladı bu. Abduzka bunda gap men azroq bir gap so'z bilan kelishamigan. Daniyar mo cho'ng'ilib qoldi. Daniyarni shu o'zimniki oshxonamga olib borib, ashadirek bir xizmat qilsamikin deyman. Maoshni men oyda to'liq berib, mansam degan bir o'y bilan kelishamigan. Acayip yaxshi chiqibdi. Acayip yaxshi chiqibdi. Men o cho'ng o'g'ildan ancha ensirmayman bolam. Rostini aytganda. Muşundan ensiraytdim. Meni ig'irchiligimni sen ko'tarib etib borsa, rahmat sana. Yeshim bir yak berib qoldi. Bir kun saq, bir kun og'ir qo'z yurayman. Qanchalik hayot ko'chirishimni uqmayman. Tasodifiy ketib qolsam bolam. Bu xabarni cho'ng o'g'ilga hargizga yetkazmam. Akangga deba, nima bilan onun ichi kuchliq bardoshlik berolmaydi. Ham ishini endi boshladi. Ishidan ezib ketib qolsa bo'lmaydi. Ma'qul degan ajnim bilan. Isonni bekam tut, ma'qulda. Bo'lamda. Abduztaga unda demang, endi sizmi timan tug'an odam, umringiz uzun bo'lsin. Dori qanday dori lozim bo'lib qolsa, keltirib beraman. Rahmat bo'lam. O'zingizni asrang. Daniyar atiganlik unda bo'lsa atigan demak kelmayapsa, sara qo'papimsa, jima tayyor bo'l. Abduzka unda olib qolsa, men menga qaytay. Men uzitib Bo'ldi, qo'pmang Abduzka, qo'pmang. Bo'ldi, ma'qulimsa? Ma'qul. Yaxshiroq meninglar. Daniyar chatda yerlik qilamiz, jima? Bo'ldi. Ma'qul, xo'sh bo'lamamsa, xo'sh. Ben hoşlap kettim ha bilaman. Endi aziz barsam var. Akamdek yaxshi ishlayman. O'g'il yaxshi ishlaysan. Daniyar. Daniyar, balam. Qo'pa. Bu xatni Urumchidik akangga shu kelsa shuni qo'liga ber. Lekin buni bilak odamga hargiz ko'katma. Bekib chin saqla. Esing tuta, chin saqla. Dado. Bangkara. Dado. Dado.
Dado. Kızı Dado. 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 Tayyorligim bitgan bo'lsa, ma'amdoq. Murat oshxona saqlab qoldi. Dado. Dado. Daniel. Dado. Daniel. Daniel. Dado. Dado. Abdustağa. Abdustağa. Daniel. Dadan ketib qopti. Oğlum Cahan, seni to'liq sevindim. Biroq sen Ürümchiga ketgandan beri tuzukroq bir paranglashib boqmadik. Sen meni bir yarmas dada deb o'ylaysan, lekin men o'zimni birinchi darajalik yaxshi dada deb o'ylayman. Chunki men seni bu o'ringa elib keldim. Senin utuq qazanishingga sababchi bo'lgan yaranmas dada. Men senin orzularingni amalga oshirishingga ishonaman. Lekin orzularni amalga oshirish uchun vaqt ketadi, jarayon ketadi balam. Oğlum, sen ukanga yar yülekti bağın. Keçir oğlum. Meni keçirvetkin. Bunun dinkinki işlerin təxmi ronak tapqay. Aman bağın. Mushisawa hammasi jon kiradi. Qanday degan gap bu? Ushning hammasi jon kirdi. Biz kichikkina pulga qarashib o'tiramiz. Vallah, jon ketganmi uzun bo'ldi. Hozir hech xabari yo'q. Bizni ko'zga ilib qo'ymaydi.
Ақса алып кетіресі о, ешкінің ағы татағызын алды да, мені хақар етілді. Мен бір еғіз кеп янды бұдым. Немешқа, жүзіне қылдым бұлла, жүзіне қылдым. Оқшаш, Adaş. Ya bakayım. Maaşkımız kaçta hakkıga yadı, sana onda kımam da. Amille. Cahan gidip boğuşulu. Buna gep kalmağına oldu. İslam degen, da yakıştırıp bidin oylaşmamızlar deymen. Bu şirketinin barlık insavatının nereden kirip, nereden çıkıp atqınını bütün hem işlemen bildiğin tosar. Hatırcan bulunla, o insavat tergizmi Cahan'ın yançıqı kirmeydi. Kuzeynek, sen tola Cahan'ı yan basmağına, değil mi? Ma kallanı işirdi işkili. Kuzeynek, ya bizge qitil, ya bir şey kalqa. Bizden şirket ayırıp çıktamsa, şundan mı yazma? Ay boldıqlar Adaş bu göçbaşmışda turdu, sılın çayna. Ha bomuz şikimizli qıllı Adaş boldu ya. Şundan mı? Ne kılam da? Gap qila. Ağırlar. Bu Cahan ketip boğucu bundan kısa. Qara. Qanında bula deyim. Şunda yaxşı boladı. Azaq dep bir yana qilishni. Qara Adaş. Cahan'ın kildiğini o az kaldı edigine. Sen pek ensat ketme. Maksat kelgende ikkala mağlam iştirip qo'ysana. Mende bir plan bor. Cahan az kundan keyin keldi. Uni yaxshi so'g'atdan birini tayyorlaymiz. Qashqar Sanobar o'sin tuzish kasbiy tarbiyalash maktabi qurilgan qisqagina 2 yil ichida ko'pligan o'quvchilarni tarbiyalab chiqib, Xinjiangning go'zallik sohasiga o'zgacha bir kishilik to'hfasini qo'shib keldi. Qashqar Sanobar o'sin tuzish kasbiy tarbiyalash maktabi 2022-yillik yangi qarorliq 0 saviyadagi va yuqori saviyalik sahna obrazli oila sinifiga o'quvchi qabul qilishni boshladi. Go'zallik sohasiga qiziqadigan do'stlarimizning va mush kasbda o'zining kelgusini yoritish orzusi bolaning eng yaxshi tanlashi Qashqar Sanobar o'sin tuzish kasbiy tarbiyalash maktabi. Buna oğlum geldi. Biz Allah da geldi. Ana. Ha, kan gelin oğlum. Mükef. O çok jit болып тұрсың sen. Bek sevindi bizim cuma men. Şimdi o sıkam. Otur. Ha. Qaramani. Çok jit болып ketkinni. Ha, oturib tamoq yeyna. Yedim. Çok jit болып тұрсың bu. Salamet kelganliginglar uchun. Men ishmay Adaş. Adaş bu taza o'zingga o'xshamay qolding-ku. Yutqib berib gapda o'zgarib qopsa? Ya unda emas, kayfiyatim taz yaxshi emasligini. Shuning uchun sizlar yaxshi o'tiringlar. Nima gap bo'lsa, shirkatga kirib deyishmaydimi? Qarajon. Charchab qolganligingni bildik. Ha? Bugun muhim gap bor. Ha? Muhim paranlashimiz. Oldidan tamoq yegina. Ha? Doniyor, yegina. Ha? Adaş, biraz sizlar men mangash turay, sizlar yaxshi o'tiribman, qo'padani. Kim ani ko'zini otsa sen? Ha? Bak ishimizni ko'zga ilib qo'y. Nima ish bo'ldi? Nima ish bo'lsa, sen uchun so'raqsan, yendigina qo'y. Sen aziz saqinda qo'yada. O'tir, Doniyor, tamqon degina. Sana deydigan muhim gap bor. Oyinlar. Amir gaplar. Hozirgacha shunday yaxshi mengibdi taraqqiyotda. Shunga men bek xo'shal. Shunga hammanglarga bir qadah tutay. Og'illar. Baya azmat degandek, shirkatimizning taraqqiyoti rost degandek yaxshi. Bo'ldilar Kuzeynak.
O'zim gap qilay. Ha, jon, bundoq gap. Biz sen ketgandan keyin nurg'un narsalarni maslahatlashdik. Bak uzun yo'qolib ketdim. Şirketni hozir qoldik ekilish uchun biz bek jabo chekdik. Shunga biz maslahatlashib, piyimizni ayirib bersang, ayrim ish qilmoqchi. Qo'shilamsan? Dane, sen chiqib turma. Yo'q, o'tira. Ishnak bo'lmaysan. Opa, mana. Sizlar bilan xil deyishib qoldik o'xshayapti. Bulda ayırıp bersem, qanchalik qilmoqchi? Bek tez qo'y. Biz ayırıp bere deganga unumaymiz adash. Bizning shartimiz bor. Qanday? Shartlar bor. Bulda. Shartlarni bir anglab boqaychi misan? Chiqmo, shartimiz yo'q. Ayrilib chiqqandan keyin bizga mushlik basanlam bo'ldi. Demek ki bir anlap 300 modern boz bulan da. Çaqchaqmayacaq. Her birsimizga 30% pay ajırtib beramiz. 30%. Bizga mashina berdi demoqchimi? %30'dan ayırıp bersem bütçonlar 90%. Demek beni bu şirketten kovlab çıkarmoqchimisizlar? Biz unda demidi o. Qanday qo'ylash o'zingning ishi. Saylimi shirkatdan qo'g'ilib chiqargandek qo'y. Qanchalik yo'qolib ketdi. Bo'ladi. Sizlarga qanchalik bersam arziydi. Men rozi. Biroq ikki qiz gapim bor. Men davalay. Bo'ladi. Quloq senda. Anglaymiz. Üstelik tamoqlarning purqib bak pez ekan. Biroq bir puraq kam bo'lib qoldi. Qondasinda ustilaymiz. Shundaymi? Chatoq yo'q. Aroq bo'lsa, aroqning purqi kerak bo'lsa, aroq kelmas. Qizvolning purqi kam ya. Her qaysingdiki odamgarchilik purqi. Can ma gap ishib ketdimi ya? Xizmat. Ayni vaqtda qarzigilar siz söylab, o'tdag'ini qo'ymagan vaqtda men seni qutqizib chiqdim. 哎，小艾，哎哥，骗了我40万，哼，什么时候还呢？啊，这样哥，我正凑你的钱呢，还差一点儿，给我点时间。小艾，2年了，哎，啊，哎，当初你问我借钱的时候，你把我叫大哥呢，现在你还钱的时候，你咋不把我叫大哥了？是哥，就是我也手头紧，我也想还钱，没办法。你是不是不想还钱？是不是？啊？我告诉你啊，你今天这个门出不去啊！我打断你的腿！哎，给我打！懂的。赵哥，这样，如果我们今天把他打残了，他还是还不了钱的。听说他有一个朋友，挺有钱的。如果他朋友够兄弟的话，我们让他打电话，对，救赎他，你看怎么样？好，
你现在给你朋友打电话，我在这等他。哥，相信我，我会自己还的。给我打！我打，马上打。Can. 怎么回事？就是你是吧？怎么了？ Mana gap. Azmat bizning to'yimizni ko'plab qaytarmag'ili 2 yil oldi. Başqa cho'ng masala yo'q. Pulni qaytarib o'tib ketsanglar bo'ldi. Azmat bu nima ish? Cihan men tushundim. To'yimizni ko'shundami? Cihan, kartada 500.000 ko'p pul bor. O'sim bilan qaytarma. Memas keyingi yig'liq.哥，50万。哎呀，我说呢，亲兄弟明算账。小爱啊，哥当时也是没有办法呀，啊！来，兄弟还是兄弟嘛！来，坐，来。好了，谢谢，你们好好做吧。 Shu vaqtda men sana bir og'iz gap qilgan. Haqiqiy do'st degan yurakni bo'ldi. Uning puli bo'lish muhim emas. Eng muhimi yurakdagi o'rni deb. Esingda bormi? Yanar. Eynijilere sen ko'n ishini yana boshlab olding. Saqchilar tutib ketgan vaqtda Aslında yol almadım. Sen jazo o'tayotgan mezgillarda uyandiklarning oldin xabar oldim. Ularga yaxshi qaradim. Jazomizni to'shab inib chiqqandan keyin seni hech kim araganmadi. Yani men yinimga chaqirib ekilib shirkatda bir kishilik xizmat berdim. Men shu vaqt sen bir og'iz gap qilgan. Haqiqiy do'st degan rahatlam emas, qiyinchilikdimi va jafodan birik bo'ladi deb. Bu gapim esingda bormi? Fahriye, senikinim deymi? Yo'q, bo'ldi adash. Sizlar bu gaplarni degim yo'qdi. Sizlar majbur qildinglar.
Shartnomaga qo'shildim. Bugundan boshlab shirkat sizlarning qo'lida. Mavo bugün istifa belgelerinin tizimliki. Mavo şirketinin yakından beri isavat. Aldırmayı Limanda açık bu. Ne sebepti? Sen şu nima sababdan bildi? Bana göre. Ya atmay yakıl bana. Soğakın kirmeye masak müstakil kalamtık müsa adam sibiya bayramda bunun da. Emmiz beni hatalıkın mı? Emmiz beni hatalıkın mı? Kim başladı bizi bu yega? Senin hatalıkın mısın? Ben ne kutmayasın ha? Sen kız bana akı kirmeye masak müşkün kalmaydı. Sen kız bana kirmeye masak Sen yakmaydı. Sen yakmaydı. Ya batı! Limanda yakamısa üzerine bilişmeysizler. Endi işler müşterici yetkende bir-biringlar döngenin faydası var mı? Ha? Yaxshiroq o'ylash. Hammasi sening sababing. Ayni vaqtda sen yo'l boshlag'achqa mushundaq bo'lgan. Da o'ylashib beqinglar. Bizning shirkatda yaqindan beri nimaning kamligini his qilyapsizlar. Bir narsa kamdak bilinyaptimi yo'qmi? Hamma narsa kamdak his qildim. Eng muhim bir narsa kam. Yo'lboshchimiz kam. Ya'ni Jahon kam. Endi Jahonning gapini qilmajima menga. Ayni vaqtda bizni bu ishga so'rab akirgini dal Jahon. Jahon bu vaqtida biz shunda taraqqiy qilgan. Shirkatning ishlarini oldiga mangan. Mana Jahon ketdi. Halimizcha. Bunuklar bir gap bor. Başlamchidan ayrilgan mal charılarni har qanday go'shqir hayvon ikkilanmasdan bir tarafga o'tadi. Jahon nima ish qilyapti? Qanday kun kechiryapti? Hammamizga noma'lum. Lekin men ishonaman. Jahon bizning yaxshi kun ko'ryapti. Ko'ngil xotirjam, xushal quram, erkin ozodi. Surprise chamsa. Aqara qo'shib ketganingni. Kiyimlar mehnat qilsa. Tutan qizim nima sinsiyangiz juma? Cho'nglar yo'qmi to'yda? Tizg'i ketgan. Ha, avaylab manjimamsa? Xo'sh. Ma'qul qizim, xo'sh, xo'sh.
Can, sen ağzından şirket sizlerge berme deb ketib qolding. Allah'ını bo'lsaqmi, to'xtamliq ish qilamiz. İmzayını qo'yib et.